ekan. 7 yil bo'lgan ekan. Yotgan ekan Gembankda urug'. Yotgan ekan. Mana bu baqalajon nima lastika yo'qolib ketgan lastikani mana qarang. Buni ham chiqaryapman. Lastikani ham chiqaryapman mana aka. Mana shu biogumusi chiqyapti. Biogumusi chiqyapti. Mana uni reklama qiling. Mana biogumusda. Mana riska mana shunday bo'ldi. Ana, qan kattaligini. Mana aka. Biogumusda bo'ldi mana shu riska. Ana. Biogumus mana siz ayting, mana shu polnisni ayting, mana shu sizdan olgan biogumusda bo'ldi mana shu reklama. Ana, kattaligini qarang. Kattaligini. Agar shu biogumusni biz bermaganimizda bunday bo'lmas. Mana qarang. Katta bo'lmas. Boshqa dori ham endi uncha umuman dori ishlatilmagan. Dori ishlatilmadi. 1 gram dori ishlatilmaydi bu yerga. Chunki bu ekologi toza. O, ana. Biogumusda. Mana shu hammasi biogumusda bo'ladi. Mana multfilmdagi o'g'lini chaqirdi, qizini chaqirdi, mushugini chaqirsa, tortdi, lekin chiqara olmadi deydi-yu. Buning hammasi mana shu biogumusda bo'ladi. Shu Biogumusda? Mana shu biogumus ekologik toza. Mana shu yerda bo'lgani uchun rektorimiz hamki o'zi tavsiya berdi. Iloji boricha ekologik toza, sof mahsulot olib chiqsalaring, qancha bo'lsa yaxshi, nima qilamiz deyishdi, nima qildi. O'zi agrar instituti bilan bizlarda shartnomamiz bor-da. Mana qarang, bunda qaradi, bu bo'lmagan bu. Mana shu biogumusda bo'lyapti. Yashang. Mana demak, odamlarimizga manfaatli bo'lyapti deb aytsak, juda xato qilmaymiz-a? Chunki Janubiy Koreyadan kelgan bizning hamkorlarimiz ham mana shu biogumusni qoplangan qopini ko'rib, mana ishlatganimizni ko'rib, ular ham o'zlaricha tavsiyasini berdi. Demak, Janubiy Koreyada ham mana shu qoplangan holdagi biogumus birinchi o'rinda turar ekan. Yashang. Birinchi sort hisoblanar ekan. Buni elab qo'ysa, o'zi kuchini olib, kuchayib boraveradi-da biogumus. Havo kirmaydi birinchidan bunga. Iloji boricha mana shu biz sizga rahmat aytamiz. Bizga ko'proq jo'nattirib turing mana shuni. Bo'ldi. Mana qarang, ana qarang, bu kutilmagan narsa, mana biogumusda mana qarang. Hammasi shu bir dona dori yemagan. Dori yemagan? Yo'q. Toza biogumus. Toza biogumusda bo'lyapti. Yashang. 1 gram dori yemagan. Odamlarga manfaatli bo'lsa yaxshi deyman-da. Zo'r bo'ladi. Bu nima dedingiz? Bu Temka 22. Temka 22. Temka 22 pomidor 7 yil bo'lgan urug'i qolib ketganiga biz biogumusga sepib ko'rdik, original o'nib chiqdi. Ana. 80-82% o'nib chiqdi mana aka. 80-82. O degani 5 degani. 5. 86 bo'lsa 5 degani 82 ham 5. Bu ham 5. Chunki o'nib chiqdi mana. Yaxshi, Alloh barakasini bersin. Demak, rahmat. Bizni biogumuslarimizni ishlatib effekti yomon bo'lmadi, xudo xolasa. Juda yaxshi. Demak, buni tatbiq qilishimiz kerak odamlarga. Mana qarang. Mana shunda, mana shu qopda, mana shu ko'ringan nimasida, mana shu 10 kilo qopda ko'ringanda original o'g'itda eng qizig'i mutaxassislar ko'rdi mana Janubiy Koreyaga agronom mutaxassislar mana shu narsani o'qib ko'rdi. Telefonida rasmni tushirib o'zini tiliga tarjima qildi telefonda. Buni o'qib ko'rdi. Shu bilan qoyil qolishdi. Qoyil qolishdi. Malades domlar. Upakovkaga, undan keyin yana bir narsa qo'yish havo kirmaganiga. Havo kirmaydi. Chunki ko'p nimalarda upakovkaga havo kiradi. Havo kirgandan keyin buni quruqligi oshib ketib qoladi. Quruqligi oshib ketadi. Namligi qancha namligi zo'r bo'lgani uchun ular unga ham balichik bo'lishdi. Yashang domlar. Demak, xalqqa tatbiq qilsa bo'ladi. Unumdorlikni oshirish uchun. Unumdorlikni oshirishga tatbiq qilsak bo'ladi. Yana qiziq joyi. Mana shu biogumusda o'ziga ekilgan. Biogumus to'g'ridan to'g'ri o'ziga ekilgan. To'g'ridan to'g'ri biogumus o'ziga ekilgan. Ozgincha tuproq qo'shdik ko'p emas. Ma'lum miqdorda. Juda kam. Bu nima o'zi? Bu brokkoli karami. Karama? Mana brokkoli karami. Gul tuvakda o'syapti biogumusda. Yashang. Gul tuvakda. Domlar, rahmat sizga. Biogumus gul tuvakda o'syapti. To'g'ridan to'g'ri bizning mahsulotga eksa kuydirib yormas ekan, ha? Yo'q, kuydirmar ekan. Amalda qo'llaniladi. Har tarafdan. Undan tashqari mana bu yerda kasetalarimizga ekdik. Bu nima? Mana biogumusda Xitoy barli karami, pakchoy degan navini ekib ko'rdik. Mana shu to'g'ridan to'g'ri biogumusga ekdik mana pakchoyda. Xitoy barli to'liq munchada o'smaydi bu. Lekin biogumusda o'sdi. Biogumusda o'sdi. Yashang domla, yashang. Biogumusda o'sdi. Rediskalardan